Siz ham ertalab uyg'onganingizda boshingiz og'rigan, tomog'ingiz qurigan va burningiz bitgan holatga duch kelyapsizmi? Buning sababi uydagi isitish tizimi va konditsionerlar tinimsiz ishlab, xonadagi havoni quritayotganidan bo'ladi. Bestindan Airzone havo tozalagichi va namlagichi nafaqat xonangiz havosini chang va mikroblardan tozalaydi, balki yetarlicha namlashga ham yordam beradi. Qurilmani ishga tushirganimizdan so'ng rang indikatorlari PM2.5 ko'rsatkichi bo'yicha xonadagi havoning sifat darajasini avtomatik tarzda aniqlab, 4 xil rang orqali ko'rsatadi. Ekranda esa havoning tozalik, balki namlik darajasini ham ko'rsatadi. Qurilmamizdagi filtr 3 qavatdan iborat bo'lib, xonadagi havoni sezilarli darajada tozalab beradi. Namlash funksiyasi bilan xonadagi havoni 40, 50 va 60% gacha namlashingiz mumkin. Boshqa havo tozalagichlardan farqi 5 litr hajmga ega bo'lgan suv idish uzoq vaqtgacha ishlashni ta'minlaydi. Qolaversa, qurilmaning tepasida joylashganligi sababli ham suv quyish uchun juda qulay. Suvni idishning belgilangan qismigacha to'ldiring. Agar undan oshib ketsa, suv havo tozalagich ichiga tushib ketishi mumkin. Agar mahsulotdan qanday qilib to'g'ri foydalanish haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Instagram sahifamizda ham bu haqida video bor. Unutmang, uyingiz tozaligi, oilangiz salomatligi. Bestin, oilangiz eng yaxshisiga munosib.